talabalar turar joyidan fakultetimga milliy libosda yo'l oldim. Bu milliy liboslarimiz har bir qizlarimizda, nafaqat qizlarimiz o'zimni ham ko'tarinki kayfiyat beradi. Bu liboslarimiz qizlarimizga kiyish uchun juda ham qulay hisoblanib, har bir go'zal qizlarimizda bir-biridan ajratib turadi. Biz ustozlarimiz, tarbiyachi opalarimiz bilan birgalikda milliy liboslarda turli xil tadbirlar, she'riy kechalar olib boramiz. Hurmatli ayollar, talaba qizlar, Farg'ona davlat universitetida har juma milliy liboslar kuni deb e'lon qilindi. Nafaqat milliy liboslar kuni, milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz targ'ib etish maqsadida. Endi o'zbek xalq laparlaridan birgalashib ijro etsak nima deysizlar? Bolani beshikda yotgan bola qadr-qomat chiroyli bo'ladi. Alli eshitgan bola onasiga, otasiga, yurtiga, xalqiga mehrli, muhabbatli bola bo'lib katta bo'ladi. Allah